o'zi mana shunaqa holatda mana bu yerdan normaga qo'yib qo'yasiz. Mana xuddi shuni tortib, yo'qdan mana shunaqa un shaklida chiqarib beraveradi. Mana bemalol o'zi olib, o'zi tortib, o'zi chiqarib beraveradi. Endi hozir mana bu sichkamizni ham bitta chiqarib ko'ramiz. Biraz yopamiz. Endi sichkamizni chiqarib ko'ramiz. Qanday mayin. Xuddi un shaklida, salkam un. Chorvoyizga oshqozoniga ham yuqadi-da bu, unaqa olib ketmaydi, hazm bo'lib chiqadi-da bu, mana shunaqa mayin qilib chiqadi. Hali ham bu bunaqangi eng mayin sitkasi qo'yilgani yo'q. Bitta sal yirikroqdan qo'yilgan. Buni bundan ham mayin sitkasi bor, uni qo'ysangiz bundan ham mayin chiqaveradi. Mana shunaqa normaga qo'yib qo'yasiz. Shunaqa qo'yib bir normaga olib kelganingizdan keyin buni qopda masalan ko'tarib yurib qiynalmaysiz, shunday qopga tiqasiz, o'tkazib olaverasiz mahsulotni. Mana chiqadigan mahsulotimiz mana unga nisbatan bu ko'proq chiqadi. Mana o'zi bilinib turibdi, mana sig'adi, mana chiqadigan ko'proq chiqayotganini mana ko'rsatadi. Juda mayin. Umuman yeriga yo'q. Hali ham bu yerikroq sitkada mayinni qo'yganimiz yo'q. Mayinni agar qo'ysangiz xuddi unday qilib chiqadi. Mayinni qo'ysangiz. Mana ko'proq ham ochib ko'ramiz buni. O'sha yilni ishlatib ko'ramiz bitta. Qani ko'prog'ini bir makka bilan bug'doy aralashib qo'yapti hozir mana. Mana qarang, frish bo'lyapti o'zi mana. Mana shu frish bo'ldi degani bu unday mayin bo'ldi degani.